Assalomu alaykum do'stlar. Biz YouTube'ga qaytdik. Ozgina emas, bir oydan ko'proq pauza bo'ldi. Nima desangiz, men bloger emasman. Vaqt ajratish juda ham qiyin bo'ldi. Xullas, mavzuga qaytamiz. Andijondan avvalambor alangali salom. Bugungi mavzuyimiz mana shu uyni korobkasini 14 ming dollarga qurib beraman deb reklama qilyapman. Bunga nimalar kiradi? Shuning uchun yaxshilab joylashib, podpiskaga bo'lmagan bo'lsa, podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa videomiz yaxshi informatsiyalardan berib qiziqarli bo'ladi. Xo'p, qani ketdik bo'lmasa. Xo'p, bu uyimizga 14 ming dollarga nimalar kiradi? Xo'p, bu uyimizga shu uyimizni fundamenti, devori, tomi va shunga ketadigan hamma materiallar. Nima? Fundament, armaturasi, xizmat haqqi ichini to'ldirib, stasha, chornovoy stasha quyib beramiz. G'ishtni olib borishi, tushirishi, urishi, qumi, sementi, tomini shiferda yopib beramiz. Balkalarga kiradi. Faqat dorixonamiz kirmaydi. Mana birinchi kottejimizga ko'rgan bo'lsanglar, yo konvert qilib, yo bo'lmasa mana shunday duxskatni qilib yopib beramiz. Shuni ichida faqat sizlardan ustalarni bir mahal ovqati shu yotoq bilan ta'minlaysizlar. Hozirgi kunda mana shu narxlar xuddi shunga qurib beramiz deyapmiz. Xudoga shukr, hozirda vodiydan o'sha zakazlar tushgan. Toshkent voha taraflaridan ham juda ko'p telefonlar bo'lyapti. Lekin hozirgi kunda birinchi o'chitda mana shu o'zimni vodiydan kelgani uchun shu 10 ga yaqin odamlar bilan uchrashdim. Xudo xolasa yaqin kunlarda ishni boshlaymiz. Shuning uchun sizlar ham kelib bemalol uylar yoqqan bo'lsa, kelib Andijonga mana shu uylarni o'z ko'zinglar bilan ko'rib, yuzma-yuz kelishib ishni boshlasak bo'laveradi. Xo'p, patilish holatini 29,5 mingga qo'yib beraman deyapman. Xuddi shunaqa energiya tejamkor, xuddi shu g'ishtlar ishlanadi. Xuddi shu sifatda qurib beramiz. Energiya tejamkor. Nimaga deyapman bu energiya tejamkor deb? Bu uyimiz haqiqatan termiz qurilgan. Ichlarida hamma joyida o'tib plitalar bor. Hozir ichkalarni ko'rib, sizlar bilan bahurja obzor qilamiz. Uyimizga shunday kirganimizda anchagina salqin hozirgi kunda. O'shanda gradusni qo'yib ham aytib o'tib ketdim. Aytganda operatorimiz ham bilyapti, ichkari salqinmi? Salqin. Hozir gradusni ko'raylik, tashqarida bitta gradusnik bor. Hozir mana gradusimiz 32 gradus ko'rsatyapti ekan. Bu mana quyosh tushmaydigan joyda salqin joyga qo'yib qo'yganman. Lekin bugun 42 darajagacha issiq ko'rsatgan. Xo'p, hozir yana pagodani original ko'ramiz. O'ttiz ikki ekan. Lekin mana shu kunlarda 42 darajagacha kun isiydi degan. Endi ichkariga kirib ikkinchi gradusligimizni ko'ramiz. Ikkinchi gradusligimiz 24 gradus. Bundan Instagramga qo'ygan videoyimda 10 gradus farq qilayotgan edi. Hozir bu 24 gradus, tashqariga 32 mi? 6-8 gradus farq qilyapti. Xullas uyimiz ichi salqin. Buni kechqurunda sinab ko'ringlar dedi. Kechqurunda ham sinab ko'rdim. Ichki holati 24 gradus bo'lsa, tashqarida ham qorong'ida 24 gradus tushgan bo'lsa, 24 gradus ko'rsatadi. Bir xil ko'rsatadi. Kechki salqinda. Kechasi, xullas soat kechasi 10 larda. Xo'p, kommentariyaga mana shu qurilish bo'yicha har qanaqangi savollar bo'lsa yozinglar, men javob berishga harakat qilaman. Mana g'ishtlarimiz ham go'st standartga javob beradi. Shoxlari juda ham yaxshi sifatli qilib qurilgan. Endi kommentariyaga qaytadigan bo'lsak, savollarga javob beramiz. Asakadan salom, dolzarb mavzuni ko'taribsiz. Yaltir-yultirlardan ko'ra sog'liq muhimroq bizda debdi. Mana bu tarafdan yaxshiroq videomiz chiqadi. Operatorimiz o'zimni o'g'lim. Xo'p, to'g'ri, bizda xalq ko'proq yaltir-yultirga qiziqadi. Hashamatli, isimasa ham shunaqa to'y to'pur uchun uy qurishni xohlab qolishgan. Men hozir ko'proq uyni energiya tejamkorligiga ko'proq ahamiyat berganman. Issiq sovug'iga, keyin qulayligi, keyin uchinchi o'rinda chiroyiga ahamiyat berganman. Sizlarda ham xuddi shu yechimda proyektni uyingizni loyihalashtirsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Hozir birinchi o'rinda biz shu yaltir-yultir katta uylarga qiziqib qolganmiz. Qishning kunida isitalmaymiz va vremenka solib shu pastlarda yashaymiz. O'zimiz uchun uy qurmay qo'yganmiz. Mehmonlar yo bo'lmasa begonalar to'y to'pur uchun uy qurishga o'zimiz shunga o'rganib qolganmiz. Endi maqsadim o'zinglar uchun yashanglar, sog'lig'inglar, farzandinglar, mana shuni ham juda ko'pchiliklar kichkina deyapti. Qishning kunida 2 xona vremenka bo'lmasa bir xona vremenkadan yashagandan ko'ra, xuddi shunaqa kompaktni, ixcham mana shu kunasi bilan 4 xona tualet hammasi ichkarida
maza qilib bola chaqangiz bilan yashasangiz maza qilasiz. Yozgiga penoblokdan ham arzon materiallardan uy qurib olsangiz bo'ladi. Arzon bo'lib qanaqa? Mana bu uylarimiz ham arzon bitgan. Men iqtisod tarafdan shunaqangi yechim berganman. Uyni sifatini o'zgartirmagan holatda sifatli materiallardan energiya tejamkor uy qurish. Xo'p. Yana savollarga qaytadigan bo'lsak, kommentariyga juda ko'pchiliklar YouTubedan savollar tushgan. Ishlaringizga omad debdi. Rahmat. Xo'p, Andijonni qayeri debdi. Andijonni Xo'jabotidan. Kim sizni boshingizni aylantirdi? Quyosh panel qo'ying deb. 5 kilovatli panel faqat yoritish yetadi. Qo'ygan ishlariga to'y chiqarib bera olmaydi deb. To'g'ri, mana bu birinchi kottejimda quyosh panel qo'yganman. O'zimga shuni ispitaniya qilib, keyin xalqqa taqdim qilish. Konditsioner mana shu uyimizni bemalol isitib sovutadi. Faqat quyosh paneliga shu ishlamasligi menga qiziq. Keyin bu uyimizni energiya tejamkor bo'lgan sababi konditsionerga nagruzka tushmaydi. Tokni kam tortadi. Bir sovutib yo bir isitib olgandan keyin hadeb konditsionerimiz ishlamaydi. Yana bitta akamiz yozgan, kirish qismidagi eshiklarni sifatsizini qo'yibsiz deb. Yo'q, sifatsiz emas. Eshiklarimiz ham hammasi sifatli, faqat Engelberg qo'yilmagan. Men bunga qanaqa yechim berganman? Engelbergga misol uchun $800-900 pul ketadi. Hozir $200 ikkita eshik aytganman. Tashqariga va mana bu joyda 1.60 tashlab, yana bitta qo'ydiraman mana shu joyga. Перегородка qildiraman. Koridor bo'ladi. Issiq sovuqni juda ham yana ham yaxshi ishlaydi. Qishni kunida issiq chiqib ketmasligini ta'minlaydi, yozgi kunda issiq kirmasligini. Va koridorning tepasiga konditsioner qo'yaman. Konditsionerni xonalarga qo'yish ham asli ziyon odamga. Mana shu joy koridorni muzlatadi va xonalarga ham sovuq havo kiradi, yo bo'lmasa issiq havo kiradi. Bir isib sovigandan keyin bu uyimiz issiq sovug'ini yaxshi ushlaydi. Bitta koridor mana shu to'rtta xonamizni bemalol isitib bera oladi. Voha tarafchilarga ham kelib qurib berasizlarmi degan. Albatta kelishib qolsak, borib qurib beramiz. Uy necha xona debdi? Uyimiz kuchna bilan 4 xona, koridor, sanuzel va tashqarida master spalni yo bo'lmasa tex pomeshchение qilib beramiz. Xorazmga qurib berasizlarmi debdi. Kelishib qolsak, albatta qurib beramiz. $14,000 uy bitmasa kerak debdi. Hozirgi kunda arzonlar o'zimni borib keldi xizmatini ustiga qo'yganman xolos. Xudo xolasa ishlar yana ham ko'payib ketsa, yilda oxiriga bo'lsa 2026larga narxni ko'tarish niyat bor. Hozirgi kunda уже zakaz olganmiz, ishlarni boshlaganmiz. Inshaalloh Jasur aka o'zingiz bosh bo'lib qurib berasizda. Men ham uy qurmoqchiman debdi G'anijon Toshpo'latov. G'anijon aka, xudo xolasa nasib qilsa qurib beramiz. Xo'p. Nasib qilib uyni nima debdi? Navis qilib uyni bog'ningiz debdi. To'g'ri, mana bunisini dorixonasini tepasini yopganman. Men shunaqa yechim berganman. Uyimiz perikos bo'lgani sababli. Qashqadaryo taraflarga ham qurib berasizlarmi debdi. Qashqadaryoga alangan salom, kelishib bo'lsak albatta qurib beramiz. Xo'p, yana juda ko'p akalar yozgan pozitiv tarafga qo'llab-quvvatlaganingiz uchun kattakon rahmat. Ishlaringizga omad degan. Assalomu alaykum. 14,000-15,000 ga materiali bilan hisoblab aytyapsizmi debdi. Albatta, material hamma yo'q bizni o'zimizda yonimizdan bo'ladi. Olib borib qurib berish. Assalomu alaykum. Ishlaringizga omad. Tabriklayman. 10,000 ta podpisчик bo'libsiz. Rahmat. 10,000 tadan o'tdik. Assalomu alaykum. Usta aka, paxsa uy qilmoqchiman. Nima tavsiya berasiz? Endi paxsa uy qurmaganman, nasi deb ayta olmayman. Zamonga qarab talpinish kerak. Nima desangiz, paxsani endi o'zim bilganim qo'sh sinch qilib keyin qilinglar paxsani. Nima desangiz, biz O'zbekiston seysmik zona bo'lgani uchun ko'pchilik sinch qilmasdan paxsani qilib qo'yapti. Bu biz ketiga yer qimirlasa tom bosib qolish ehtimoli bor. Qoraqalpog'istonga kelib qurasizlarmi deyapti. Inshaalloh kelishib qolsak quramiz. Salom, 2026-yil bizga bir imorat qurib bersangiz, fundamentni tayyorlayapmiz deb. Endi qaranglar, fundament quyishdan oldin aloqaga chiqsanglar yaxshi. Nimaga desangiz, juda ko'pchiliklar menga tayyor fundament tashlashyapti. Utepletel облицовочный qilishni haqqini tashlamasdan fundament quyib qo'yishgan, kolonnaga armatura chiqargan joyini. Shuning uchun beton quyish jarayonida o'zimiz ishtirok, misol uchun hech bo'lmasa deganda men nazoratim ostida bo'lsa, juda ham yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qashqadaryodan salomlar, rahmat. Toshkentdan, Qirg'izistondan, juda ko'p joylardan salomlar kelgan. Assalomu alaykum aka. Bir kirpich urib 10lik penoplast qo'ysa stena slabый bo'lib qolmaydimi debdi.
slabый bo'lmaydi. Bu uylarimizda har xil 6 qatorda svязкасы bor, glaznisetga qo'yganmiz. Tем более bu bir etajli uylarda shunaqangi har taraflama talabga javob beradi va g'ishtlarimiz qum sementda urilgan, hammasi loydan emas. Bu g'ishtlarimiz ham bemalol yuk ko'tarib olish xususiyatiga ega. Buning ichida kolonna seysmopoyezlarimiz ham bor. Polistiroblokdan uy qurilsa qanaqa bo'ladi? Plyus va minuslari haqida ayting. To'g'risini aytsam, men ko'proq tabiiylikka harakat qilinglar deyman. Rossiyada ham keramzitli blok yoki g'ishtdan foydalanganmiz, tabiiy mahsulot bo'lgani uchun. Gazoblok, penoblok, polistiroblok ularda ozmi ko'pmi ximiya ishlatiladi. Loy arzon tushadimi, minivatami debdi. Patologga rossiyskiy stil qilib 3 slot minivata qilganmiz. Men iqtisod qilganman, loy bilan bir xil tushadi. Faqat odamlar bilmaydi qanaqa qilib qilishni. Endi biladi, to'g'ri, buni o'ziga yarasha ketma-ketligi bor. Ishlarga omad. Zo'r narx bo'pti. Xo'p. Assalomu alaykum. Surxondaryo to'lka g'ishini shuni o'ziday qilib urib berish necha puldan? To'g'risini aytsam, men ustamasman, prorab emasman. Shu uy qurib uy sotaman va shuni полноценный как xudo xohlasa yaqin kunlarda shu kompaniya firma ochib, keyin kompaniya darajasiga chiqish bor. Shu noldan olib qurib beramiz. Men prorab shulardan ishga olib, shularni nazoratiga olib, men qurib berishga yo'l qo'yaman. Lekincha hozirda noldan chiqishga to'g'ri kelyapti. Даже prorablik ham qilyapmiz. Chiqsanglar kelishamiz, prorablik ham qilib beramiz. Yig'ishni ham urdirib beraman. Assalomu alaykum. Ishlaringiz omad, charchamang. Uyni chertyojini bersangiz, Telegram gruppaga orqali aloqaga chiqsangiz sotiladi. Qimmat emas, $100. Ha, konsultatsiya xizmatimiz ham bor. Vodiyda $100, Toshkentlarda $200 borib, o'zingiz savollaringizga yechim beramiz, diagnoz qo'yib beramiz uylaringizga. Ishlarga omad, oddiy zo'r bo'pti, rahmat. Omadingizni bersin, charchamang. Juda ko'p podishka qilishadi. Jasurbek, yer bor, uy qurish narxi qancha bo'ladi? O'zimni yerimga debdi. $14,000 qurib beramiz. Assalomu alaykum. Sizning ishlaringizni kuzatib boraman. Juda ajoyib uylar, energiya tejamkor. Xo'p, savollar juda ham ko'p kelgan. Energiya tejamkor shunaqa loyihalarni ko'taryapmiz. O'zimizni, xalqimizni dardini ko'taryapmiz. To'g'risini aytsam, biz mana issiqqa chiqib oldik. Xudo xolasa, qishlar kelib, sovurganda meni eslab qo'yasizlar. Shu Jasurbek akamiz to'g'ri aytgan ekan deb. Boringizga shukr, nasib qilsa, sizdan maslahat so'raymiz. Hamisha omad. Rahmat. Qo'ldan kelgancha harakatdamiz. Ichkarini balandligi ozgina past bo'lib qolibdi. Yevropa standartlari bo'yicha men 280 qilganman, issiq sovuqqa yaxshi. Zakaz qilsanglar 320 qilib beramiz. Assalomu alaykum. Konsultatsiya xizmati qancha? Aytib o'tganimdek $100. Xo'p, assalomu alaykum. Bitta furiga qancha g'isht sig'adi? Iltimos aytib oling debdi. 7,5 ming, 8 mingta g'isht sig'adi. Xullas do'stlar, videomiz cho'zilib ketmasin. Instagramda profillarimning ssilkasini qo'yib qo'yaman. Ko'proq Instagramga fokus qaratyapman. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. YouTube'da ham kommentariy yozinglar, javob berishga harakat qilaman. Shunaqa video formatda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.